Yani biz dersimiz kelsak, oldingi soat darsda biz kodlardan foydalanib, ya'ni formningga kirgizish elementlariga parametrlari yoki kirgizish tipidagi elementlardan foydalanib biz bir oddiy bo'lgan tizimtish ko'znikiniki kodini yozib chiqardik. Bu soat dars bizning so'zlaydigimiz bo'lsa formningga ikkinchi turi bo'lsa tanlash rangidagi element. Yani bu nima deganda asosan tizimlik chiqarish. Yani select formasi. Select bo'lsa asosan tanlash degan ma'noda, ya'ni select shu. Bu selectning ma'nosi bo'lsa tanlash degan ma'noda. Select bo'lsa tanlash degan ma'noda. Unda bo'lsa biz bu soat darsimiz boshlab ketsak, yana HTML kodlarini men qistirib o'tay. Sizlar HTMLda agar asos bo'lmasa, HTML o'rganib kelinglar. Asos yo'q holatda biz sizlarga noldan boshlab o'rgandim degan gap PHP ning o'zini noldan boshlab o'rgansanglar bo'ldi. Ammo biz sizlar HTML bilan CSS asosingiz bo'lmasa, HTML bilan CSS asosini noldan boshlab so'zlab o'ldirmaymiz. Biraydan mana shu noldan boshlab o'rgandim bo'lam deyapmaydi. Bu programlaylash tili. Faqat siz mush tilni o'rgansangiz bo'ldi, ammo turbat yasash uchun cho'qim HTML bo'lmaydi deb shundoq desam, bu HTML niki qanday ekanligini uqmaydi ekan. Men tushuntirib aytdim, ma'qul deb ketib qoldi. Agar sizlarning shu HTML bilan CSS, yana bundaq HTML bilan CSS bo'lsa, ya'ni odatdagi biz tor bekatni bir güzel chiroyli uyga o'xshatsak, HTML bilan CSS, HTML bo'lsa shu uy, ya'ni HTML bo'lsa shu uy vakillik qiladi, Endi CSS bo'lsa bizash, shu uyni qandaq bizayman, darisini keldi, ishkini keldi, qandaq rangni bizayman. Shu holatda. Bizning PHP bo'lsa yana qandaq oniki mazmunlarni, ya'ni shu o'yning ichiga qo'ygan narsalarni qada avtomatik holda yoki harakatchan holda o'zgartib turish. Ya'ni harakatchan holda o'zgartib turish. Ichiga qo'ygan narsalarni harakatchan holda o'zgartib turish. Buni shunchalik bor. Sizlar oldidagi ikkisi bo'lmasa faqat o'rganadiganingiz program layihasini o'rganasiz. Yana ma'lum bir PHP o'rgansangiz, ma'lum bir shu program layihasini o'rganasiz. PHP ni o'rganib chiqib Java o'rgansangiz night asan to'xtaydi. Navada yana Java o'rganib bo'lgandan keyin PHP o'rgansangiz u asan to'xtaydi. Nimishqa deganda ikki tilniki nurg'un jihatda o'xshash oyliklar bor. Masalan, keyin biz o'tmoqchi bo'lgan keyingi paplar masalan shu turni o'tgan vaqtimizda obyekt qo'shilgan programmalash qismatiga vaqtimizda tur jihatdan chitiq jihatdan o'xshash. Ya'ni chiq xususiyatlari o'xshash. Shunga HTML bilan CSS asosingiz bo'lmasa, eng yaxshisi PHP o'rganman demay, avval shu asosni silib anda keling. Bizning darslarimiz uzilib qolmaydi. Vaqtim chiqqan vaqtlar menlam darslar atman. Title. Bu title'ni qisqani iliblar www cheket buloqcha cheket com deb ilibdim. Endi badiga keldik. Bo'ldi. Demakchilik mana bu bo'lsa HTML niki bir mukammal yozilgan kod bo'ldi. Endi bu bek mukammal deb aytilmaydi. Chunki biz amaliyotga metalni to'liq o'rnab qo'ymadik, ammo yana bir qism farqlantirish belgilarini o'rnab qo'ymadik. Hech qisi yo'q lekin. Bu HTML bilan CSS niki tilga qarshi biz faqat PHP programmani aylashib qilsak bo'ldi. Men o'rgatadiganim shu. Naqd kelsak form. Buni men chiroyliroq qilib
isimden birine yana my form demdim yoki jiq kitoblarda ishlaymiz my form deb yozib qo'ydi. Bu my form deganda yana mening Saloq Muhammad Usramkam degan ma'nosi chiqdi. Ammo mush xatning inglizcha shunday ma'nosi chiqdi. Sizlar ism qildim deb qo'ysanglar mayli. Action. Saloq ma'lumotlarni yo'llab bo'lgandan keyin qaysi betga qarab intilaman. HTTP ticket qo'shikat. Biz HTTP ni yozmagan fol qanday qilib so'z berdi deganda oldin soat ko'rdinglar. Qanday qilib so'z berdi? HTTP ni yozmasak bizning o'zimizningki mundarjimizni izlaydi. Ya'ni meniki shu tizimlatish degan shu hujjat qisqishdan yoki shu turning ishini izlaydi. Agar bu turning ishida bo'lmasa xatolik uchur chiqadigan gap. Agarda men HTTP qo'yishga ma yantuzliqni qo'ygandan keyin bu nerdan izlaydi desa turbatni izlaydi, turbatdan. Ikkisidan shunda farq bor. Buloqchan chekitkom. Hamda bu asosiy jihatni tugida buniga men yana bir turgan parametr bo'lsa target. Buniga men blank, yana bir yangi betda. Yangi bir ko'znakda chiqsin bu. Yangi bir ko'znak chiqsin. Yangi bir ko'znak chiqsin. Demakchilik form buni shunda bo'lsa normal. Bu sal o'tmoqchi bo'lganimiz yana tanlash jarayonidagi element, tanlash jarayonidagi element. Ya'ni odatda biz deb o'tayotgan tizimlik shu, tizimlik. Bu bo'lsa biz select orqali ifodalaymiz. Select ya'ni tizimlik. Select. Bunga biz shartlar qilib, ya'ni ismdan birini qo'ysak bo'ldi. Bunga men tanlash deb shartlar ismdan birini qo'yib qo'yay. Undan keyin nima desa biz birini aniqlab chiqdik. Ism qo'ydik. Bunga hatto hamda cho'ng kishilikni qo'ya olamiz. Masalan, men cho'ng kishilikni 16 deb qo'yay. Har doim qiymat berganda imkon bor shunday qo'yish kichikga ilib manglar. Endi birinchi xil kelish usuli multiple. Ya'ni ko'p degan ma'no chiqdi buniki, multipleniki. Endi turnoma, yana tizimlik. Bu bizningki tizimlikda uqslar, boshbat. Undan keyin biz masalan programma desak, programmada chekkandan keyin VB, PHP, Java degandek mesela tizimlik chiqarish. Option hamda turlari. Buniki turlari. Option turlari. Bu turningki qiymati masalan buni qiymati masalan birinchi sonda VB bo'lsin. Masalan shuni aniqlayman. Siz yoqtirgan programla aylashtirni tanlang. Tanlang deb chiqib qo'ygan bo'lsa, undan keyin bu yerga men bir tal qurtashlatgan bo'lsam, endi bu yerga VB tushunama. Bu yerni 12 chiqib ko'rinib turadigan qiymati bo'lsa, VB programmalashtilar. VB bo'lsin. Hamda qanda bu yerda bir tal tur oxirlashdi. Shu men bu yerga turdan biz oxirlashqachqa optionda oxirlashtirdi. Hemen şunu bir saqlab aldılar.
sizlar ko'rsatib o'tay. Yana bu bo'lsa tizimlik ramkisi. Nima ish qildim-tur? Ama endi yana 13dan 9 qilsam, garchi yana normal ishlamayapti-da. Endi 9dan bek yana tuvan nashrni ishlatay desam, endi buningdan tuvan ishlasam qanday qilar? Ham buni saqlayotgandan keyin saqlayotdim. Ijro qilay. Yani PHP web application holatda. Ijro qilsam, batda menda xatolik chiqdi. Nima chiqdi? Men bir tekshirib o'tay. Mishada charsat biz to'g'ri qiymat qo'ymagan. Baya atlab o'tib ketgan chig'imiz bor. UTF-6. Siz yoqtiradigan programlaylash tilini tanlang. Ya nima qildim? Uzun chiqib qoldi desam, men buningki musho size, ya'ni uzunligini belgilatgan yoki turnikka soni belgilatgan 16 turda. Size deb 16 deb. Agar men bu 16 deganni belgilamay 16 ta qilmay bu yana. Yak belgilasam, yak bo'lmasa, 3 belgilasam, uni karşı aslini biz saqladim. Ijro qilsam, ama bunda holatda qisqaraydi. Hozir faqat birlam tur olg'achqa talamayotida. Endi men bundan 3 tal tur talab chiqay. Yana birinchisi VB bo'lsin. İkincisi Mishiachua. Java bo'lsin. Buyami Java bo'lsin. Buyamcha Java bo'lsin. Buyami men PHP deyandi. Buyamcha PHP dey. Buyamcha PHP dey. And control aslini biz saqladim. Ijro qildim. Yani VB, Java, PHP. Men ko'rinib turgan shart 3, buni bundaq tanlashga bo'ladi. Endi men size uzunlikni agarda bir qilib qo'ysam, control S bisib saqladim. Ijro qilsam, prislam ko'rindi. Faqat prislam ko'rindi. Navbat men bu yerdan ko'rinib turgan bris bo'ldi. Navada yak 3 yak 4 qilsak, biz boshqalarni chiqarib beramiz. Boshqa sıfırlanıp çıkarıp beramiz. Bu mana shundaq tizimlik qo'llanilganda chiqarildi. Control bisib turib ko'p talashqa bo'ladi. Mana bundaq tizimlik chiqarishga biz tizimlik chiqardik. Hamda tizimlikni qanday ishlatamiz desak, masalan, bir biz tizimlik yasagan vaqtimizda mesela bir başpat oke programma deb chiqib programmada qishqaga vaqtimizda VB, Java, PHP deb chiqdi var. Shundaq chiqirmiz, ammo biz bundaq chiqarish uchun uni JavaScript o'rganib, hadis qilmana, ya'ni mouse ustiga kelgan vaqtida mundaq hadis yuzbasin degandek, shu hadis kelgan vaqtida shuning orqali chiqarish bo'ldi. Ya'ni JavaScript qilsanglar u xil önümden siz yaratib chiqarmaslar. Demak, bizningki tanlash darsiga ilmatlarniki birinchisi yana tizimlik ilmatini chiqarishimiz layoqatli bo'ldi. Tizimlik ilmatini. Endi bu yerda multiple bo'lsa tizimlik bo'ldi. Yana biz bayat ko'rib o'tgandagidek tizimlik. Endi biz bu yerdagi multiple ilasak, bu nimaga aylanib ketadi? Sanlar jadvallashtirilgan tizimlikka. Control aslida saqladim.
Müşahede control asını bisip sakladım. Endi icra qilay. Bayat qismdan tamamen o'xshamaydi. Tamamen o'xshamaydi. Tamamen o'xshamaydi. Bu bo'lsa jadvallashtirilgan. Hamda bu yerdan men Ctrl S buni bisib saqlab o'tib, endi ochgandan keyin ma holatda bu butunlay tamamen o'xshamaydi. Bu bo'lsa jadvallashtirilgan holat. Men qalang ikkisini farq bor. Ma bo's jadvallashtirilgan holat. Ya'ni bunda qanday ekan desa, buni mandaq bizningki taqtanlash, buningda ko'p tanlashim bo'ldi, ammo munosib holatda o'zgaryapti-ku. PHP tanlasam PHP, Java tanlasam Java. Ma bo'lsa jadvallashtirilgan tizimlik ramkasi. Bayaqisi faqat tizimlik ramkasidan iborat. Ma bo'lsa jadvallashtirilgan tizimlik ramkasi. Mishalga demak, multiple. Yana bu hamda multiple. Multiple orqali tizimlikmi odatdagi tizimlik ramkasimi yoki jadvallashtirilgan tizimlik ramkasimi ikki xil chiqdi. Odatda biz jadvallashtirilganni ko'proq ishlatamiz. Jadvallashtirilganda buni ishlatmasak ham o'zligidan chiqdi. Demak, ikkinchi tur bo'lgan tanlash rayondagi elementni so'zlashimiz mishad oxlashdi. Biz forumda 3 xil element bor. Birinchisi bo'lsa kirgizish tipidagi elementlar, ikkinchisi bo'lsa tanlash tipidagi elementlar, uchinchisi bo'lsa qanday nimitda yiziq rayondagi element, ya'ni text area deb 3 xil bo'lgan, 3 xildan 2 xilni biz so'zlab o'tab bo'ldik. 2 xil tugida. Kerak soat biz 3-chi xilni so'zlaymiz. Bu soat biz forumniki 3-chi elementda, ya'ni yiziq doirasidagi elementni so'zlab o'tamiz. Yiziq doirasidagi elementda, ya'ni qanday yo'lda desak, text area orqali qildi. Ya'ni bu chiqib olsin, men bu yerga bitta qurtashlik tiplam. Oxiriga say. Text area. Text o'zim chiqib turibdi. Text area. Endi bu yerga row degani qur. Necha qur olay? 5 qur olay. Cost degani stone. Necha stone olay? 125 stone olay. Demak, shunchalik orliqda menga bir tal text areadan birini chiqarib bersin. Bu text area deganimiz VB'dagi rich text box, rich text storykilda. Ya'ni ko'p qurliq text ramkasi deb ataldi. Biz buni yiziq rayoni deb atsak sal yaxshiroq, yoki bo'lmasa ko'p qurliq text ramkasi desak bo'ldi. Men buni saqladim, ijro qildim. Ijro qilgan qolinglar. Mana chiqdi. Ammo bu yerga 5 qur, ya'ni ma qilinglar interni bir basım 2-chi qursda, bir basım 3-chi qursda, bir basım 4, bir basım 5, bir basım 6. 6dan keyin pastga kelganda, bu yerda mana ramka chiqdi. Sildirish ramka chiqdi. Bu bo'lsa jadvallashtirilgan tizimlik. Demaklik bizniki 3 xil elementni so'zlashimiz oxirlashdi. Hamda forumniki biz oldingi qitimda oddiy holatda bir tal tizimlatish ramkasi chiqargan. Bu soatda forumning elementlari tugagan bo'lg'achqa hamma elementlarni bir o'rganib o'tish maqsadida biz bir tal ulgu misolni birini kelar soatda ishlaydi. Bu soat darsimiz mushad oxirlashdi. Dars lozim bo'lsa bevosita buloqchan to'roq chiqib, shu yerdan buloqchan bilan söylesanglar bo'ldi. Darsni torda ko'rish adresimiz www.buloqchan.com. Bu soat biz forumniki 3 xil elementini birlashtirib turib tizimlatish ramkasidan birini
yozib chiqaylik. Oldingi soatlik darsimizda biz birini yozib chiqqan, faqat kodni yozib chiqqan 12. Kodni shundaq yozamiz. Kodni shundaq yozamiz. Ammo bu batni yozgandan keyin oldin birinchilab saqlab o'tay. Chunki nimishqa deganda mening Zen Studio hozir o'ziningga advanced ko'kas qildi, HTML. Ondan xat. Mushni inkamba bilinglar, yodda bilinglar. Bu muqim qilib bu. Meta Charsat buning astidan. Charsat deganimiz mushu navbatdagi batning kod bir taraf qilish shakli. Yani UTF-8 salat. Yoki batni xos qilsanlar bo'ladi. Hamda title. Title'ga men www.buloqjon.com deb yozib qo'yay. Demakchilik asosiy qismlar tugida, bu parametrlar tugida. Yani bizning rasmiy mazmunda yozgan qismimiz body. Biz kodlarni shuna yozamiz. Endi men tizimni tishramkisini yozishim uchun bir tal men formdan bir tal oldim. Formniki biz bir qancha elementlarni to'lashib o'tdik. 3 xil elementlarni to'lashib o'tdik. Uchta saqlaq biz turbat yasash, ya'ni tizimni tishramkisini bir yasashni o'rganib o'tamiz bu soatda. Name, ismiga men xohlagan ism qo'ysam bo'ldi. Ismiga my form. Yana mening inglizcha mening formam yoki soliq ma'lumot o'sish ramkasi degan ma'noda. Ikkinchi bo'lsa action, ya'ni soliq ma'lumotni o'zitib bo'lgandan keyin qaysi betga intilman. Bu http qo'shiket www.buloqjon.com shu bir bekat qo'llansin. Uchinchisi bo'lsa nimada usulan metoda yoki metoda. Hamda metodada bunday ikki xil usul bor. Birisi bo'lsa get, birisi bo'lsa post. Buniki sizlar hozircha postni ishlatib turaylar. Ikki xil usulniki qanday farq qilganligini kerakli biz so'zlaymiz. Eng oxirgi birisi bo'lsa qanday target. Bu targetning 4 xil qiymati bor. 4 xil qiymatida faqat biz ya'ni yangi ko'zak ichish bo'lsin deb blank. Bular asosan yani nima deganda oxirda bir tal oxirlash belgisi bormi yo'qmi shuniki? Ishada oxirlash form boshlanibdi, ammo oxirlash belgisi yo'q. Ammo shuni men ishga qo'yib o'tdim. Demakchilik formniki shundaq name, action, method, target deydigan mana ikki parametrlar yoki ikki variantlarni biz tanishib chiqdik. Endi men birinchilab ismingiz kirgizing deydigan bir tal ism kirgizadigan ramkadan birini olay. Ism kirgizish ramkadan. Ismingizni kirgizing. Bu yerga nima olamiz? Aniq text ramkasi olamiz. Bu bo'lsa import type ni bitta bo'ldi textga. Name ismdan bir chaqiriq, ismdan birini qo'yib qo'ysak bo'ldi. Hamda valuesini men belgiladim. Chunki nima deganda tunji men bosh chiqib bersin. Ikkinchisi bo'lsa qanday maxfiy nomer.
maxfiy nomeringizni mana maxfiy nomeringizni kirgizing. Bunun qandaymiz? Aniqlam. Shifr ham qilamiz. Input. Bu kirgizadiganlarki bos har doim input kelyapti-da. Tushuninglar. Input type deganimiz shifr ham qismida aytdik, password. Ondan keyin name ga hemen bir tal chiroyli qism nomerini qo'yib mh maxfiy nomer qo'yib qo'yishtiray. Endi ismingiz bo'ldi, maxfiy nomeringiz bo'ldi. Endi jinsi bununla taxtalash ham kisiltimiz. Taxtalash ham kisiltimiz radio. Input type radio. Input type radio. And the name bo'lsa biz rd deb qo'y. Endi buning ichidagi values'da nima bo'lsa, o'g'il bo'lsa, biz o'g'il deb olaversak bo'ldi, ammo oddiyroq bo'lish uchun mushtaq hozir biz yozib qo'yaylik. Bu yerga o'g'il mushtaq yozib qo'y. Bu yerga mushuni birini akilib bilan qiz bo'lsa bo'ldi-ku, values'ni o'zgartiramiz. Undan keyin qiz bo'lsa bo'laverdi. Values'ni o'zgartirdik-ku. Bu yerga qiz. Bo'ldi. Hamda qiziqishingiz tanlang. Bu yerga nima ishlatamiz? Qiziqishimiz degan ko'p xil bo'lgandan keyin ko'p tanlash ham ishlatamiz. Input type deganimizda checkbox yoki box o'qilishda checkbox deb o'qildan biz keyin yodimizdan chiqib qolmasligi yoki xato yozib qolmasligimiz uchun checkbox deb o'rganishsak bo'ldi. Bir turdagi nima name'ni avval boshqasi qo'yib bo'lgan tanlang yoki yani bu yerga values'ga hamda buningki birinchisiga nima deydik? Birinchisiga kitob ko'rish deb olayman. Bu boshqanda ikkinchisi. Yana qiymati ishib bo'lsin. Bu yerga 10 desanlar mayli value'ni. Keyin o'zingiz tushunaladigan holatda. Futbol o'ynash. Turg'a chiqish. Bu bo'lsa 3. Bu bo'lsa programma laylash. Program laylash. Albatta bu yerda sizlar 100 ming davasanlar mayli. O'zingiz tushunsangiz bo'ldi. Bu aman bu yer nega var desa, value dik bu qiymat nega var desa, sandan var degan sandan o'lg'oqtimizda. Hozir sandan o'lmadik, ammo
hozircha men yozib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Undan keyin yoqtiradigan programma tili. Siz yoqtiradigan programlaylash tili. Nash tili. Tilini tanlang. Yani bu tanlash emas, ama CRISPR'da amma tanlagandan keyin buning qiymatini qaytirib ag'il bo'ladi. Yana qiymatini qaytirib ag'il bo'ladi. Qiymatini qaytirib elib olishni biz kelak soatda o'timiz shu chog'da sizlar tushunisizlar buni. Rasmiy tushunisizlar. Hozir faqat yozib tushunsanlar bo'ldi. Nima ishlatamiz? Select. Tanlang degandan keyin tanlash da'vasiga bunda belge oldu endi qilakkanda. Yani belki ustidagi matallan bo'lsa, endi bu biz chiqarib bergandan keyin ichga kirgizgandagi holat. Endi select type deganimiz tang bo'ldi. Select bundan faqat name deganimiz tang bo'ldi. Xalgan ism. Hamda uzunluqni belgilash bo'ldi. Men uzunluqni bo'ldi hozircha 1 deb olay. Yani endi dastlabida bo'ldi 1 lam chiqib bersin. Endi dastlabida menga 1 lam chiqib bersin. Bo'ldi select asosan tanlash bijet aqlashda, hamda uningki turlari. Yani option. Birinchi tur bo'lsak, nima bo'lsin? Birinchi turniki qiymati, yani sandan boradigan qiymatini men yozib qo'yay. Valuesi tang BB bo'lsin. Bu yergizmi BB deb yozay. Option aqlashdi. Bo'ldi. Mushnamda ko'chirib ilib bu yerga chapladim. Buni chaplay. Bu bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa PHP bo'lsin. Uchinchisi bo'lsa Java bo'lsin. PHP Java. Bo'ldi. Endi biz ko'p tanlashni chiqarib bo'ldik. Hatta tizimlik, ya'ni jadvallashtirilgan tizimlik mavjud. Agar men bu yerga multiple qo'yib qo'ysam qanday bo'ldi? Tizimlik bo'ldi. Yani odatdagi tizimlik. Multiple qo'ysam odatdagi tizimlik. Yani ko'p tanlash bo'ladigan odatdagi tizimlik. Bu multiple ilvasamcha jadvallashtirilgan tizimlik. Menga jadvallashtirilgan tizimlik bo'lsin. Chunki jadvallashtirilgan tizimlik bir qadar chiroyli ko'rkam chiqadi. İkisini sizlar qan yoqtirsanlar shuni chiqarsanlar bo'ldi. Men faqat mush jadvallashtirilgan tizimlik bir qadar ko'rkam ko'ringach shuni ishlatdim. Hamda fikringizni yozing. Fikringizni mana bu uyg'urchasilar. Yozing. Fikringizni yozing deb bu yerga qanchalik fikr yozib bo'lasizlarcha? Text area. Rowga yanlanman. Bo'ldi bu bekcha qilib kesimo 5 qor. Cool. Yana stonga bir 50 ston bo'lsin. Shunda bo'lganda 250 xatcha bo'ladi ekan. Ammo mushadek bo'lsin. Aldimachilik mana bu bir tal tutda buni men oldindan saqlab o'tay. Undan keyin icra qildim. Yani bu icra qilinmay. Shunchalik programni icra qilinmay yurdi. Yelim yaxshi saqlab o'tganimiz. Enkamba
Sizlar kompyuterdagi programmalarni vaqt-vaqtida saqlab manglar. Bo'lmasa menga o'xshash shundaq ma'lum deyman. Dal shu. Mushtaq kelishib tushunib qolsanglar, keyin asli keltirgil bo'ldi. Saqlab mangsak. Bu ma'lumot chiqibdi. İsmingiz kirgizsang, maxfiy nomeringiz kirgizsang, jinsi. Bu yerga jinsidan faqat biz yoki o'g'il yoki qiz birini to'ldira olamiz. Qiziqishingiz tanlang. Kitob o'qish, futbol o'ynash, to'g'ri chiqish, bular tugida. Hamda programma laylash, onun ikinchi siz yoqtirgan programmalash tilini tanlang. Dal buningda siz yoqtirgan programmalash tilini tanlang deganda bu yerga chiqibdi. Bu yerga bo'lsa fikringiz yozing deganda bu arliq chiqibdi. Endi men buni redlab birdan sal chiroqroq qilib ham biz laylagan keyin biz tushunamiz, ammo hammadan tushuningizga qildi. Hamda ismingiz kirgizingda birinchi qo'rg'a, maxfiy nomeringiz kirgizingda ikkinchi qo'rg'a chiqaray. Bu yerda faqat bir tal chiqish emas, bir tal bir yerni saqlab tugaydi. Bunun bilan buni aloqada bor bir tal bir qaslam ish bitdi. Bu yerda bir tal qanda bir. Yana bir qurt tashlab o'tish. Bu tugasa tugaydi. Bu yerda bir tal qurt tashlash. Bu yer şu deganda bir tal qurt tashlash, bu tugis tugaydi. Men buni yana bir saqlay. Men saqlash bek muhim bo'lib qoldi. Nava tasodifiy o'chib ketib qolsa, bir avarchilik. Masalan, bu Zen Studio meniki dal buni holatda yozib chiqadi. Holat chiqdi. Ben bu yerga ismini ko'rsam bo'ladi. Bu yerga maxfiy nomer ko'rsam bo'ladi. Albatta maxfiy nomer bo'yicha chiqdi. Taqdirlash rayoni bo'yicha chiqargan program laylash, qiziqsiz tanlang. Bu yerda holatda ko'p tanlash bo'ladi. Hozir program laylashda VB mayatmida chiqib qolgan. Bu ikkisini ahvolini qaraganda bir tal qur tashlash belgisi kam bo'lib qolgandek turdi. Fikringizni yozing, bir arba. Siz yoqtirgan program laylash tilini tanlang. Şuradan. Ana. Control asını basıp saqladım. Yoki mandaq saqlay. İcra qildim. Endi ma'lum chiqibdi. İsmingiz yozing, ismini yozdim. Aka maxfiy nomeringiz kirgizing, maxfiy nomerimni kirgizdim. Jinsingiz tanlang, o'g'il yoki qiz. Programma laylash. Bu asli program laylash bo'lsa qalanglar. Men boya izoh bitibman. Aslida bu shu ko'p tanlashdan ichida program laylash deb bor. Ya'ni checkboxdan turda checkbox topilib ko'p tanlashni. Qiziqishingiz tanlang ichida program laylash bor. Shunga chiqqan program laylash bor. Gapim tushundinglar? Bu yerda program laylash bor, shunga chiqqan program laylash bor. Bu yerga siz yoqtirgan program laylash tilini tanlang deganimiz bu boshqa. İkisini tushunasanglar bo'ldi. Chiqib qolgan fikri shu. Yana qiziqishingiz tanlang, kitob ko'rish, futbol o'ynash, to'g'ri chiqish, program laylash. Hamda siz yoqtirgan program laylash tilini tanlang, VB, PHP yoki Java buni tanladim. Fikringiz ko'rsang, men bu hozircha hamda PNG ko'rsatib turayli. Yoki hanzush ko'rsatsak bo'ladi. Men PHP o'rganadigandim deb hanzucha ko'rsatib qo'ydim. Balkim biz buni yana 5da 30 mi ya 5 netchimi shu? 550 yani 250 xat yozib bo'lsak,
hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, ammo 250 xatdan keyin shunda 250 xatdan eshib chiqib ketsa, miyat qandaq sirilma tayoqcha chiqib turadigan gap, sirilma tayoqcha chiqadigan gap. Mana bu oddiy holda tizimlik yasashniki jarayon bo'ladi. Jarayon shundaq. Endi albatta jarayon shundaq bu xatlar mandaq ko'rimsiz chiqsa, maylimi? Buni bir taraf qilib bo'lamdi, yaqinsa bir taraf qilib bo'ldi. Buni faqat font family uningdan yoki algoritm to'g'rilamsiz yoki yuqajiq to'g'rilamsiz, qalan to'g'rilab siz o'zingiz siyosat orqali bir taraf qilasiz, u o'zingiz ixtiyori. Bir taraf qilib olsangiz bo'ldi. Bir taraf qilib olsangiz bo'ldi. Hamda bizningki bu soatlik yana darsimiz yana bizningki forumniki 3 xil elementda. Birinchisi bo'lsa kirgizish tipdagi element, ikkinchisi bo'lsa tanlash rayonlik element, ya'ni sizlarga shu. Uchinchisi bo'lsa text area, ya'ni yoziq rayoni. 3 xil elementni o'rganib o'tdik. 3 xil element orqali bir tal tizimlash xizmatini chiqaradiganligining jarayonininki mana shundaq bo'lganligini biz o'rganib o'tdik. Mana bu koda. Uningki mush koda bizdan chiqarsak shundaq chiqaramiz buni. Chiqarsak shundaq chiqaramiz. Biz endi navbat men bundaq chiqarmaydim, bu satolab qoldi deysiz. Albatta satolab qoldi. Albatta satolab qoldi. Chunki biz siyosat tiqchi qilmadik. Siyosat orqali kontrol qilamiz. Ammo ko'rin yuz bo'lg'achqa ko'rin yuzni biz Photoshopda bir laylab chiqarmadik. Shunga biz hozircha shundaq holatda qilib turamiz buni. Hozircha shundaq holatda qilib turamiz. Buningki kodimiz shu. Hozir biz mush kod orqali shuni chiqarish degansak bo'ldi. Dersimiz mashhad oxirlashdi. Kelak soatlik darsimiz ko'rishamiz. Bu soatlik darsimizda biz Saloq Muhammad Usramkisniki ilmatlarning qimmatiga erishishni so'zlaymiz. Ya'ni biz masalan shu ilmatga qanday qimmat yo'ldoq, shu yo'lgan qimmatni biz erishishni so'zlaymiz, erishishni. Buning erishishning usuli 2 xil. Birinchisi bo'lsa men bu yerga uzatsin bo'lsa qimmatni biz ayrim bir tal uzat chekit PHP deb shundaq bir tal PHP dan birini quraylik. Ya PHP lik hujjatni birini quraylik. Hamda buni qurgandan keyin cho'qim shu PHP lik hujjat bo'lishi kerak. Shu turning ostiga men PHP file, PHP hujjatni birini uzat. To'g'ri qalay ya? To'g'rimi ya? Uzat chekit PHP bo'ladi. Birini qurdim. Endi biz oldingi soatimiz bo'lsa, qanday buni ijro qilsak, saqlatdik. Saqlatdim. Ijro qilsam, ma'lumotlar chiqqan edi. Masalan, men bu yerga ismimni kirgizdim. Maxfiy nomerimni kirgizdim. Maxfiy nomer bo'lib chiqdi. O'g'ilni kirgizdim. Mani kirgizdim. Bu yerga o'zimniki yoqtirgan programlaylashtirishni kirgizdim. Demak, buni kirgizdim. Biz bu yerga kirgizdik, ammo yo'llashni oldingi soatda biz tuzmabdimiz. Yana oddiy holatlar tuzibmiz. Endi men yo'llaydigan qismni tuzibday. Bu yerga qandaq ana BR-ni birini aylab, uning ostiga qandaq knopkadan birini. Yana input type. Bu deganimiz tang bo'ldi. Submit. Başta bo'ldi. Submit alayverlar. Submit. Ondan keyin shu deganda submitning valuesi. Ism qo'yay. Ism qo'ymasa bo'ladi-da. Yozib qo'yay mayli. Submit. Ondan keyin valuesi. Valuesi deganimiz buniki valuesi deganimiz uyg'urcha men yo'llash tablam yozib qo'yay. Yo'llash bu bo'lsin. Demak bu oxirlashdi. Ikkinchi qilib input type
Bu bo'lsa reset. Reset. Name. Value ise qayta to'ldirish. Qayta to'ldirish. Qayta to'ldirish. Demak, men ma'ni yozayotgandan keyin bir saqlab o'tay. Saqladim. Qayta qo'zg'atay. Dal ashunda qilsam keyin navadasini studio yana uni ijro qilmay ishga qismida xatolik chiqib o'chib olib qolsa, o'chat saqlanmagan bo'lgach qayta asli keltirish mumkin emas. Shunga shunday saqlab etdim. Ham saqlatgandan keyin buni ijro qildim. Ijro qilsam, musholat chiqdi. Bu yerga qanday qayta to'ldirish, yo'llang degan mazmunlar chiqdi. Endi men bu yerga ismini kirgizib, maxfiy nomerini kirgizdim. Amayatga jinsi o'g'il buni tanladim. Buni tanladim. Bu yerdan Javan tanladim. Bu yerga qalagancha kirgizib qo'ydim. Yo'llash desam hamda qaysi betga chiqadi? Mavaslar buloqchan miyaga bo'lsa title qo'ymabdiman. Mayli, lekin bu qalaydigan bo'lsak uzat chekit PHPga minibdi. Ya'ni men mishat action'ningga rol nima deganda shu action shu biz soliq ma'lumotlarni qaysi betga uzatmaymiz yoki uzatib bo'lgandan keyin qaysi betga yo'lnish, ya'ni yo'lnishni emasdi. Qaysi betga borman degandek emasdi. Uzatqa biz uzatmadik. Buni birinchi chekkandan keyin shu uzat qilmadi. Bo'ldi. Endi demak bu yerlar asosan muvofiq holda o'rnashtirildi. Endi men mushiniki qiymatining qanday ekanligini qanday tutib olaman? Bu soatda shuni so'zlaydi. Ya'ni buniki qiymatini tutib olishnikka bunda ikki xil usul bor. Birinchisi biz metodni sizganda, for metod sizganda get bilan qanday post deb ikki xil usul so'zlagan. Get bilan post deb. Bu ikki xil usul orqali erishishga bo'ldi. Ammo bu ikki xil usulniki azroq o'xshamaydigan yeri bor. Yana get bo'lsa 1 MB ishidiki 1 MB bek ishgasi 1 MB 1 megabayt 1 MB yana ishidiki yani sig'im 1 MB bo'lgan. Shunchalik sig'imdagi yana kichik tipdagi qiymatlarni saqlab ola oladi. Saqlab uzishda ishlatildi. Yana bu qanday qildi deganda biz uzatgan mushu biz ishlatgan mushu usullarni bir sallar bo'lig'iga yana hanzuvcha tecrübe müşnağa sallar balığı aylandırıp hamısı bir balık qıplam avatuda. Şunaşqa bununki asasen bir MB'den aşmaslık gerek çoğunluğa. Aşmaslık gerek. Yani bu müşnağınki sığımı evetki uşurlarının sığımı bir MB'den aşmaslık gerek. Şu xil asasda bunun işletiş buldu. Yani biz aldığın saatte qalaydigan bolsak action'a yani post usulda uzatamiz. Post qalab baqayli. Postni uzatgan vaqtimizda qanday o'xshamasliklar bor, ha? Men uni o'chirib o'tay. Ijro qildim. Ijro qilgandan keyin mana hozir post orqali uzatilgan. Yo'llash qilgandan keyin URL adresda odatda hechnim yo'q. Ya'ni URL adresiga hechnim kelmaydi. Agar men buni post qilmay get qilsam-chu. Ya'ni metodini uzatish usulini get qilsam-chu. Get. Control S bosib saqladim. Qalanglar URL adresi qalanglar. Hozircha
o'chirvatay. Miyaga men hozir gap turib, mandaq bir ismdan kirgizib qo'yay. Yo'llash. Bastım, qalanlar. Ma URL adresi anda qalanlar. Bassam qandaq? Bu yerda URL adresini keyinda mandaq uchurlar chiqqan. Mandaq uchurlar chiqqan. Bu yerdagi nm degani nima deganda, ya'ni biz o'z vaqtida ismni obdan qo'yinglar, xalaqancha qo'yinglar dedim, ammo o'zlarini yodini tutib oldik, holat qo'yinglar degan. O'zlarini yodini tutib oldik, holat qo'yinglar degan. Endi men boshqa qaytib kelib, qaytadan ismni o'ngshay. Ismni o'ngshay. nm deganim albatta ismi. Yerdagi mh bas maxfiy nomerimda maxfiy deb qo'y. Maxfiy. Ham bu yerdagi rd boscha taqtallash. Buncha taqtallash. Bunu şu mushundaq taqtallash bo'libdi. Mana bu mushundaq keyin qiymatiga erishadigan vaqtda ismni tartib qilib erishimiz. Ismni tartib qilib erishimiz. Endi masalan men ijro qildim. Qalanlar. Hamda ismga Farhat maxfiy nomerga men 123 kirgizdim, yo'llay. Boshqa qo'shuvlarni kirgizib o'tdim. Boshqa qo'shuvlarni kirgizib qo'yay. Hammasini bir kirgizib yo'llagan bo'lay. Bu ma'maydi qo'ba. Qayta ijro qilay, ya. Shu yerda get usular qiliq, lekin de avatdim. Qayerda xatolik yo'q. Yana shu yerda mana shu mandaq qo'ymabdiman. Input type'dan reset name. İsmi qimmatda qaysi to'ldirish, qayerga to'g'la, qaysi saqildim. Qaysi saqilsam, bir qadar qilsam xatolik yo'q. Endi ijro qilay. Icra qilib Farhat 123 o'g'il programlaylash, to'g'ri chiqish, bu yerga PHP, bu yerga men keldim deb yozib qo'y. Qalanglar. Biz endi mana get orqali uzatgan vaqtida qalanglar. Ismi Farhat. Hamda qanda maxfiy nomerim to'g'ri 123. Tanlash 1. Yani bir deganimiz nimaga vakilik qiladi? Qalanglar. Bir deganimiz taqtalashdagi value 1 vog'ini, taqtalashdagi value 1 vog'ini taqtalashdagi value 1 vog'ini o'g'il. Ondan keyin taldagi 3 hamda tal 4 hamda qanda bu qiziqishni salan degandik shu. MMN degan vosqanda yana o'z qiziqadigan qanday programlashdilar. Eng oxirdagi malaki 01 amaliyotini bizning ushurimiz yo'llab bergan. Demak, get orqali uzatgan vaqtimizda mana shundaq maxfiy nomer bo'lsa-mu, bu dastlabki maxfiy qilgan manda holatda maxfiy chiqarganda bu holatda torni ko'rsatib qo'ygan. Demak, shuning asoslaganda mandaq bir asos yaratilgan bo'ldi. Yana faqat post va get orqali ikki xil usul orqali sonliq ma'lumot uzish ramkasini uzatqili bo'ladi. Ikki xil usul orqali ham uzatqili bo'ladi.
ikki usulni qaysini qo'llasak bo'ladi. Hamda bu yerdagi birinchi get usuli bo'lganda ekan, bexatar emas, bexatar emas. Yana birinchi ajiz qo'lsa bexatar emas, bexatar emas. Bexatar emas. Chunki mima bizning shifrlarimizni ko'rsatib qo'ydi-ku, bexatar emas. Ikkinchisi bo'lsa ustalaydigan shurnikiga sig'miga chek qo'yaylik, ya'ni 1 MB. 1 MB'dan ishib ketsa bo'lmaydi. Ishib ketsa xatolik usul chiqadigan gap. Shundan chiqib biz get usuli orqali qanday qo'llanmasak, ammo buniki surat sal va tezroq. Shu yerda. Shu yerda. Tez. Surat sal va tez. Shu yerda. Endi post suratliq deganda, post suratliq biz boshqa cheklimi yo'q. URL adresga ko'kasmaydi. URL adresga shu ko'kasmaydi. Boshqa undaq cheklimlar yo'q. Cheklimlar yo'q. İki xil usul orqali uzatqili bo'ldi ekan. Uzatqili bo'ldi ekan. Unda bo'lsa ikki xil usul orqali uzatqili bo'ldi ekan. Biz bu yerda bu soat darsimizda ikki xil usul orqali uzatgan shu formlikka ilmitlarining qiymatini ilib o'qishni so'zlab o'taylik. So'zlab o'taylik. Birinchi xil buniki qiymatni o'lishning birinchi xil usuli bo'lsa, post orqali avatganda biz mandaq post bilan cho'ng yozildi, cho'ng. Post orqali mishiga formdagi elementning ismi keldi, ya'ni element elementningga ismi, ya'ni name ismi keldi. Bu ismni qanday qilgansa biz qo'ygan. Bu ismni biz qo'ygan. Biz qo'ygan ism. Biz qo'ygan ism. Bu birinchi xil erishish usuli. Ikkinchi xil deganda, ikkinchi xil bo'lsa qanday? Get. Cho'ng yozildi, esonat bo'lsin, cho'ng yozildi. Get. Bu o'xshash ayollar yana formningga qanday? Elementiniki ismi. Bu ismni kim qo'ygan? Biz qo'ygan. Biz qo'ygan ismi. Undan biz ikki xil usul orqali erishib ko'raylik. Birinchi xil usulda men ma'lum bir o'zgarish miqdori tepib, uning ma'lum bir o'zgarish miqdor ani yoki ismni oldim hamda bu yerdagi ismni, ya'ni tekst ramkasini ismini bitta, tekst ramkasiniki ismi isimkenga, isimken. Mushu ismni tutib olmoqchi. Buniki tekst ramkasiniki ismi name, ya'ni name ismi isimken. Buning siz boshqa nima deb qo'ygan bo'lsangiz, mishani olsangiz bo'ladi. Olsangiz bo'ladi. Buni ko'p xato chiqmaslik uchun, ehtiyot uchun ko'paytib ilib olay. Ko'paytib ilib olay. Cho'ng yoziqda avay qaysi xil usullar bor? Get bilan, birinchilab bunday get bilan Allah. Get o'tirsak ko'paytdim. Dal mushuni ko'paytib ilib olay. Keyin o'tdim. Hamda ikkinchi xil usul bo'lsa, nimatta bizningki post usul bo'yicha. Ya'ni post usul bo'yicha avatga vaqtida biz uningga alohida chek qo'yilmaydi, hech qanday chek yo'q. Bevosita hisoblaganda uchurga erishsak bo'ladi, deb o'tgan edik. Shunga men yana bo'ldi. Get bo'yicha kichik zero. Endi echo nima chiqib qolsin menga? Mush ismni. To'g'ri? Ism. Shuni chiqib qolsin. Buni saqlab etdim. Odatda men control s bilan saqlab etgan amroq edim, ammo toz yaxshi saqlamay avashni chiqib qo'yamsin. Endi men buni ijro qildim.
ismga men Alimjon deb kirgizay. Alimjon. Hamda yo'llay. Biz boshqalarni kirgizib yo'llaylar. Yo'llash. Bu meniki. Öz xatolar chiqqan chig'i bor. Bo'ldi. Yo'llash. Qaysi usullar orqali yo'lladim men yana bir tekshirib o'tay. Yana get orqali yo'llabdim men qo'y metod get. Metod get. Endi yo'llandi. Bu yerda xatolik yo'q. Men bu yerga ismga Alimjon deb kirgizdim. Emniyeti tatip alsam to'g'ri bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Bu yerga ism qilsak Alimjon bu ishlarni allabirni chiqarib berdi. Endi men shu kodni tekshiray. Kodim to'g'rimi xatomi? Birinchi usulda shu miqdorni topolmabdi bu. Bizda. Bu topolmasa to'g'ri. Aslında sızıqni unutib qoptiman. Bu adam yazsa xato ko'ksitib o'z chiqib berganda to'g'rilatdi qildi ekan. Shunga mayli shu o'zi ko'ksitib berganda biz tepib olaylik. Bu yerdan andaq get. Andan o'tirsak u yerga qanda bizningki ism. Oxirgi shu desam chekni qo'ydim. Oxirlashdi. Saqlavatdim. Endi qayta ijro qilay. Ismga Ahmadjon. Maxfiy nomerga 123. Jinsga o'g'il, programlaylash, VB bo'ldi BBga qolgan to'ldirib qo'ydim, yo'llash. Bu kendik chiqa o'xshaydi. Ahmadjon deb apto, buni qolganlarni bu o'chirib, yana qayta ijro qilay. Yo'llash. Bu yerga Ahmadjon deb chiqib berdi. Agar men bu yerga Alimjon yoki bo'ldi debdan mush hisob bo'lsin. Buni chiqarsam qanda deb chiqadi. Demak bu buni get usuli orqali uzatgan ilmat bo'lib qolsa yana formningga metod yana yoki metoda usuli inglizcha metoda biz nima desak bo'ladi buni. Bizning tilimiz bo'lmagan ekan. Bu buzilib ketsa boshqalarning tili biz faqat qanday to'g'ri yozib to'g'ri ishlatsak bo'ldi. Formningga metodi get bo'lsa qanday get usuli orqali erishimiz. Get bo'lsa get usuli orqali erishimiz. Endi men maxfiy shifraga erishib baqay. Maxfiy shifraga. Maxfiy shifrning ismi maxfiy shifrning ismi boshqanda maxfiy deb ekan qo'y. Men buni ko'paytirib ilib olay. Chunki nima qilsam o'sha xato yozib qoldik aman. Ashadni xatolar chiqqan zodi. Shunga imkon bor qanday qilmas. Aşağı ahvolga diqqat qilgan gap. Maxfiy. Bo'ldi. Shundami ya? Maxfiy. Shunday ekan. Bo'ldi, hammani saqlatdim. Saqlash save all bo'lsa hammani saqlash. Bo'ldi, undasa men manager qilaman. Manager qilib bo'ldi, bu yerga o'zimning ismimni yozdim. Bu yerga keyku nomerimni yozib qo'y. 7600 2800. Bo'ldi, qolgan o'g'il qiz degan bir ayolni bir tanlab, bu yerga bir xalaqan uchrayib yo'l o'tay. Bo'ldi. Desam bu yerga chiqdi o'g'ay, bu yerga chiqdi 7600 2800. Men shunday yozg'aydim. Demak, get orqali uzilgan formning elementlarini elishning usuli, ya'ni tutishning usuli bo'lsa, mana bu as get
bu cho'ng yozildi. Get cho'ng yozildi. Qolganlar mayatkilar kichik yozildi mush holatda. Endi men buningga oldinroq iko Uyg'urcha kirgizgan ismingiz. Gen ismingiz. Kirgizgan ismingiz. Bu holatda undan keyin buni bunun töpiga chiqarsam to'g'ri bo'ladi asli. Cut kesish degan ma'noda. Ko'paytirdim. Andan buyagman bir qurt tashlibday nima chiqadi desa, chaplashibdan chiqib qolsa, qaysi qayaniki sizlar aniq ayirib bilolmay, tazbak yaxshi chiqmaydi. Buyagman menda eko kirgizgan maxfiy nomeringiz. Maxfiy nomeringiz. Albatta bu yerdami, miya tashlab qo'ygan keyin tashlashning hojati yo'q. Mana shunday yozib qo'yib, bu yerni oqlashtirdim. Bo'ldi, buning hammasini saqladim. Hammasini saqladim. Save all, hammasini saqlash. Bo'ldi, men buni ijro qilib o'tdim. Mana o'chirtay. Ismga men o'zimning ismimni kirgizay. Havo. Maxfiy nomerga kuyku nomerimiz bor. 7600 xato yozib ketdi. 7600 o jinsi o'g'il, to'g'ri chiqish. Albatta bularni tartib olmadik biz, bularni tartib olmadik. Birla tartib oladigan ishni men yutib qo'yman. Yo'llash. Bu yerda nima ish xatolik chiqdi deganda qalanglar. Nima xatolik chiqdi? Buniki xatolik chiqmaydiganmi men g'apni o'zgartiribday. Chunki biz mishada buni to'piroq amma kodni qistirtaylar. Chunki mava qalanglar. Miyada biz uyg'urcha yozsak, batnikka kod birdirab qilish shaklini yozmasak, ana shunda xatolik chiqadi. Yana hammasi saqlatday. Save all. Hammasi saqlash. Endi men mana nima xatoliklar berdi, men oqlashtirmoqchiman-da. Bo'ldi. Xatolik chiqmadi. İsmingiz bu yerga shuni kirgizdim. Ya'ni shuni tanlab o'zimning ismimni kirgizib qo'ydim. Maxfiy nomerga 7600 2018 deb kirgizdim. Qolganlarni qolgancha men kirgizib qo'ydim. Evet, qolganlarning qiymatiga biz erisha olamiz. Qolganlarga o'xshash. Bu buyag chiqibdi, buni qolganlar etib men yangi batga chiqarib bersinmi? Kirgizgan ismingiz Farhod. Kirgizgan maxfiy nomeringiz 7600 2018. Mana chiqdi. Bu mana get orqali uzutilgan soliq ma'lumot uzish ramkasining qiymatini qanday get orqali erishimiz. Agar post bo'lib qolsa, shu faqat biyagarcha agar post bo'lsa, bu soliq ma'lumotnikiga yana soliq ma'lumotnikiga sig'mag'isak yo'q, URL adresi chiqarmaydi. Hozir men get orqali uzatdim. Bu asli turilasin, shu qalab baqaylar. Farhod Mishlanlar talab alkashtroy. Yo'llash. Qalanglar. Farhod kirgizgan ismingiz, maxfiy nomeringiz 410. Ammo URL adresi qolsaqcha, ismi Farhod, maxfiy 410. Boshqalar adati yo'llangan. Qalan maxfiy nomerini qo'shib yo'llab qo'ydi. Demak, get usuli orqali yo'llaganda URLniki keyniga usullarni qo'shib qo'ydi. Shunlashib bexatarlarga tuvandaymiz. Biz odatda ishlatganda post usuli orqali ishlatamiz. Post. Buni yozishning usuli getga postni qo'yib beramiz. Hamda post orqali
uzatgan usul bo'lib qolsa, biz uni qanday post orqali erishimiz. Uni post orqali uzatib qo'yib, oyoq olganda, aytchu, get orqali olman desak, bu mumkin emas. Masalan, to'ldirdim-ku hozir ko'rdinglar. Hech kim chiqmadi. Nima chiqmadi? Chunki men post orqali uzatdim buni. Metod post. Bu yerda get orqali ilolmasam, u mumkin emas. Bu yerni mushaq qanday qilman deganda, post qo'zg'atishim kerak. Ya'ni cho'ngizda post. Ama shu. Bu yerni mushaq post qo'zg'atdim. Demak, post orqali uzatgan bo'lsak, post orqali tatib ilolamiz. Get orqali uzatgan bo'lsak, get orqali tatib ilolamiz. Bu sabaq bo'lib qolsin. Uningda boshqana request deb birisi bor. Request bo'lsa, bu yerga holatda men yozibray. Endi obdan qalanglar, URL qalanglar. Ama bo'lganki Michel Göksprop ishini chiqib ketgan bu. Endi qalanglar. Kirgizgan ismingiz ma'lum. Maxfiy nomeringiz ma'lum. URL adresda hech qanday usul yo'q. Ya'ni maxfiy nomerini unda oshkorlab etmaydim. Demak, post orqali kirgizgan usul, post orqali uzatib, post orqali usulni tatib olgan vaqtimizda bexatar bo'ladi. Sig'moq shak yo'q. Menimcha sizlarga tavsiya qilganim post orqali uzatinglar, post orqali ilinglar. Uningda boshqa yana boshqa qimmatdagi merdagi, masalan, boshqa usullarning qimmatdagi erishkili bo'ladi. Sizlar sinab qilib baqsanglar bo'ladi. Masalan, men bu yerda hammasini qilib olmayman. Bu yerda bir text areaninki qimmatiga erishishni kodini chiqarib beray. Bu yerda text areaning ismini bitta, faqat shu ismini tatib olamiz biz. Text area. Fikringiz uchun text areaning ismi chataqim ism qo'ymatimiz emasmi? Name. Avay cho'ng yozmaymiz buni. O'ttirhal yozdiki. Name deganim tang bo'lsin. Fikr bo'lsin bu. Chunki fikrni yozing deb chiqargan ekan. Ne bo'lsa fikr. Bo'lmish fikrni tatib olsak ham bo'ldi shu. Faqat qanda men mishada maxfiy ekan. Mana ishlarni ko'paytirib apray. Control C, Control V. Yana bu yerga fikr. Ism shuna biz ism orqali tatib olamiz. Ism shuna muhim. Kirgizgan fikringiz. Yani bu yerga ism bor yana ism tatib olamdim. Yani ism tatib olsam bo'lgan. Chunki biz allabron fikrni tatib elib ism degan shu o'zgarish miqdori bir bo'lgan. Shuni chiqarsam ham bo'ladi ekan hozir. Albatta buning bilan bu yerning orqasida men bir tal qurt tashlibdi. Chunki nimishqa deganda qurt tashlab etmasam, keyinlik ulish bilan chiqib qoladi. Toza qazisniki aniq ufuq bo'lmay adam chapa chiqib qolgan gap. Hammasini saqlab etdim. Ijro qildim. Yes. Hammasak men fikrga bu yerga hamda o'zim ismimni yozib qo'yay. Bu yerga xohlagancha yozib qo'ydim. Hammasak fikrga men PHP o'rganmoqchi. Böyle yazdım. Yollash. Kirgan ismingiz Farhoddir. Andan kirgizgan maxfiy nomeringiz 7628. Kirgan fikringizcha men PHP o'rganmoqchi. Biz oldingi soatda yana shu biz kirgizgan ismlarimiz yana shu kirgizgan ism shunday qo'y. Masalan, buni bilinmas oldiga boshqa qo'yib ketdi yoki altganda bo'sh qolib qoldi desak, bunu biz problem sandağı hareketçan programlaştırılı yoki hareketçi alatki bədiyasıqa vaxtımızda bunu problem biz sandağı taşlaymiz. U vaqtda aldiki boşluqlarni to'ldirib bu sandanda o'xshashlar bir o'rinni egallab turdi. Ham bu balkim bu boshliqanda kirgizuvchilar, ishlatuvchilar avaylamasdan kirgizib solgan bo'lishi mumkin. Unda misolda biz burun her belki tızıqını bir tapqa vaqtimizda boshliqni tozalashni o'rgangan, biz shu boshliqni tozalab olib boqaylik. Men masalan bunday yo'llab qo'ydim. Bu yerda bo'g'ashqa, keyinga yandirib bergan.
Ama Firefox'ның bir артықшылық оқшайды bu. 16-cı qurda xatalıqdaydı. Mən təkşirib bitək. Bunun 16-cı qurda xatalıq yox. Biyaniki 16-cı qurda. Hemen biyani yanılam. Post. Çoğun yazıqdaki. Post. Oldu. Saqlab etdi. To'xtamlamış, yani qayta yozib qo'ya. Adam qo'l yozsa faqat shu bir itirazlik kelsam tıqa o'xshash to'g'ri yoziq bo'lmasa. Yani o'z ko'ksitib bersa, bu o'zing ta'minligini yozsaq to'g'ri olib chiqib, biz yozganimizni xatolar chiqib o'tdi ekan bu. Yani ki mana fikr kichik yoziqda. Bo'lmasa ma'ni qo'yib bersam, tamam mesele hamda. Saqladım. Yani xatolik amdi yo'q. Xatolik amdi yo'q. Sizlar shunday xatolik chiqib qolsa, inkamba bo'lsa o'z tamlagan ishlatinglar xatolashmaslar. Hamda buni yurgizay. Yurgizgandan keyin men boshqalarning ishitay bo'lmasa, kenegandurib, bu ismga men bundaq boshqalarni qo'yib etdim. Shundan qo'yib etdim. Mana bunda yozib qo'ydim. Fikrga men oldiga bunda boshqalarni qo'yib top. Mana shunday yozib yo'llay. Yo'llaganda ma'lumot chiqdi. Qalanlar bu yerda hamda boshqani tutib ololmabdi. Chunki biz masalan men bet yuziga bu boshqalar odatda bak chiqib ketmaydi. Chunki HTML o'rgangan bosib bo'ldi. Men body bilan bodyni yozib qo'y mana. Men shu body bilan bodyning ishiga ang tikka qilinglar. Boshdan mingni qo'yib deb, mishang akilab men deb yozib qo'yay. Men deb yozib qo'yay. Men deb yozib saqlab deb. Buni ijro qilsam bu, menning chiqish o'rni qilinglar. Buni mishak chalib chiqdi. Bu yerda bir patdan boshqadan olmaydi. Amniyat uchun desa, u boshqalar bor. Yani sandan bir yer közlen görmegen bilen sandan olganda şu boşluklarımı yen igilep durduğun gibi. Ondan sonra bunun ölçüleşinin usul basqanda da biz tutup elip sandan sağa vaxtımız qanda qılmaz degende onu tutup aldık. Şundaq qoy. Tutup alğanda faqatlam onunki şeyge trim funksiyasını işletip o'ng oldidagi va keyindagi, ya'ni o'ng va so'l tarafdagi boshliqlarni tozalab ilvatsaklam ish bitdi. Undan keyin biz sandaga bevosita kirgizsak bo'ldi. Mana bu bir usul. Hamda men deb o'tay, bizning darsligimiz bo'lsa PHP programma laylash darsligi, ya'ni cho'liq yiroq masofaga o'sibiniki PHP programmalash darsi. Men bu yerda yan ders o'tsam, yana kengayib ketdi. Yana ma bet yüze mındaq sat chiqib qoldi desanglar, buni biz CSS'da boshqalarda yozib olsak bo'ldi. Men asosiy kodni so'zganligim uchun mushlik so'zildim. Bizningki 9-bobdagi kod, ya'ni formni birdirab qilish. Ya'ni PHP bilan formniki o'zaro ushalmashtirishi. Qanday ushalmashtiradi bu? Biz forumdagi qimmatlarni qanday tatib aldik. Post orqali avatganda post orqali tatib aldik, get orqali avatganda get orqali tatib aldik. Ikki xil usulda tatib aldik. Ikki xil usuldan qanday o'xshash bo'lmagan o'zgarishlik alaylik bor ekan. Masalan, get postcha uniki surati bir qadar tez, ammo qanday sig'imda sig'ima getniki birinchi usulda getniki surati bir qadar tez, ammo shu sig'imda 1 MB dan ortiq o'tib ketsa yo'l yanmaydi. URL adresga usullarni oshkorlab qo'ydi. Bexatar, ya'ni u ishlatsak biz bexatar bo'lmaydi. Yani bexatarlikka azroq nachar.
Nachar. Hamda ikkinchi holda bizning o'rganganimiz post orqali uchurlarni avatish, post orqali uchurlarni avatganda URL adresiga yo'llab qo'ymaydi. Ya'ni bexatar, ishonchli hamda buningki manchilik sig'im yoki anchilik sig'imni bo'lishi kerak deb yo'llagan uchurlarga qarata chek yo'q. Shuna post orqali avatsak bir qadar ishonchli bo'ldi. Ammo getningki uzishli bir qadar tuz bo'lg'achqa ko'pincha kishilar getni ishlatadi. Getni ishlatganda URLga odatda yo'linib qoldi. Buni yana encode deydigan bir funksiya orqali bu URLni boshqa bir maxfiylash ilib bag'il bo'ldi. Ammo maxfiylashni shu 13 yoki 14 boblarda o'tab qilish mumkin. Shu joyda tushuntirib o'tay, bizningki Sen studiydan foydalanib bir tal tizimli ramkasi ishlashimiz hamda forum bilan PHP ning o'zaro uchur almashtirishi shu yerda oxirlashda keyingi soat darsimiz ko'rishayli. Çoğuluk yer o'qitish sinfininki 2016 yillik PHP programmalash darsiga birinchi oyning 23 kuni boshlanmoqchi. Navoda programni laylash tugamoqchi bo'lsanglar, men bilan bevosita aloqalansangiz bo'ldi. Darsimizning bevosita kirish adresi www.bulaqchan.com. Endi men oldingi soatlarimiz bo'lsa, biz bir tal forumni ilib, yana bir tal eng oddiy bo'lgan shu soliq ma'lumot uzish ramkasini ilib so'zlab tizim ramkasi yasagandik. Buning men hamma peshindat ben tushuntirib qo'ydim. Endi men nima uchun shu Zen'da studioni so'zlayman. Hemen Jammer orqali ishlasam bo'lmamdi degan vaqtda mush soatni shu orqali to'xtay. Masalan biz Jammerda qalanglar, Jammerni qo'sitay. Jammerni qo'sitay. Jammer bo'lsa Adobe shirkatiniki. Eng dastlabda buni Micromedia shirkati ishlagan. Micromedia Jammer 8 bot. Undan keyin Adobe shirkati sotib ilgandan keyin Adobe Jammer CS3 deb bilan bir raqam CS3 dan chiqib ishlab CS4, CS5, CS6 deb hozir CS6 navbatdagi eng yangi nashr shu. Bu bo'lsa bir torbikat yasagandiki ikkisiniki farq bor. Jammer bo'lsa torbikat yasashdagi munavvar quroldan birisi. Torbikat yasashdagi. Ham bo'ldim shudan HTML betning birini olsam bo'ldi. HTML betning birini ilib lakinda hemen betüzük onu urib chiqarmoqchi. Men masalan mishaga forumdan birini ilib, masalan mush tizimlash betni yasay desam, qanday qilman desam, meni qalanglar. Bu yerdan chiqmabdi. Sen mayatga qistirishni qandaq, qistirishni mishay bilan tashlibday, chunki men mishay ishlatib ko'nab qolgan buni. Yani qistirishim qandaq Misha kirib kelsin. Bundan daim ishlatgan qurollar qolsam bu. Buning orasida men qolib ketmayman. Bu yerdan ishga kirib qalanglar. Hammasi tayyor bu yerda to'plaqliq. Masalan, birinchi qolsam forumdan birini oldim. Cheksamlar forumdan birini. Bu ism usulga bo'ldi. Get post orqali talsam bo'ldi. Ondan salan bir deb qilish shakli. Anki ismga men xohlagan ism qo'ysam bo'ldi. Bununla qanda http qo'shiket www.chiket bulaqchan chiket.com deb bispadim. Birini oldim. Demakchilik shunday holatda birini hozir men chiqirib berdi. Endi men bu yerga ikkinchi bo'lib nimalay bo'ldi bu tutsin. Yiziq rayondan text areadan birini alay. Bu text aream tutsin bo'ldi. Keyinchalik alaylar. Endi qalanglar, boshqalar qalanglar. Eng oddiygisi bu label biyotchenkan. Buni men hozircha ilib ishlatsam bu label bilan odatda jiq farq yo'q. Biz ko'p tanlash yoki taq tanlashlarni ishlatib boqaylik. Masalan, ko'p tanlashdan qandaq ko'p tanlash shunday turi. Yoki bo'lmasa men odatda xatdan birini yoki bimbandan birini olay. Buni ism qo'ydim. Nima deb qo'ysam bo'ldi.
Bu yerga qimmat qo'ydim, nima deb qo'ysam bo'ldi. Cho'ngchilikni bildim. Bo'ldi, mushtalam qildim. Qaranglar. Name input type to text bo'ldi. Endi men buni saqladim. Nega saqlay? Buni biz albatta bizning mulozim turmasiga. Ne saqlasak bu ijro bo'laver, chunki HTML bo'lgach bu yerga emas, bu yerda ekanmiz. Bu HTML bet bo'lgach, boshqa yerda o'xshash qo'ysak ijro bo'ladi. Ammo biz yana buni olib bunday qilib bo'ldi. Shu holatda ismi shunda turaversin. Endi men buni ijro qilsam, qaysi Firefox ijro qilay. Qaranglar, bunda holatda bir tal menga text ramkasini birini kirgizib chiqarib berdi. Endi albatta men buniki miyadagi qimmatini quruq qilib olsam yoki bo'lmasa o'zimning ismini yozib qo'ysam, bu menikiga aylanib ketadi. Ikkinchi bo'lib maxfiy, yana nima olaman? Shifr ramkasini birini olaman. Bo'ldi, buni oldim. Endi qalay? Saqlayotimiz, saqlatgandan keyin qalaylar. Endi qolsam bu yerda shifr ramkasini birisi chiqdi. Endi men ko'rdinglar, ko'rib turinglar. Bu yerga faqat qurdim birini tashlasam ham bo'lgan-ku, qurdim birini tashlatib red qilib chiqaray. Ya'ni PHP'dagi qurd tashlash belgisi bo'lsa, bu bo'ldi, buni urib bersinlar, chiqsin. Endi yana buni vositami odatda qurd tashlashni birini urib bersin. Endi uchinchilab oldig'im nima desa, yana nimaman bu yerdan taqdirlash olayamdi. Danshuanni ismiga xalqan bir ismni qo'ysam bo'ladi. Qimmatga xalqan ismni bir qimmat bersam bo'ldi. Cho'din qildim. Demak, taqdirlashni bir chiqdi. Bu chiqqan birisiga men mishaga nima deb ism yozsam, o'g'il. Ammo hanzutcha bo'ldi. Ahmad deb bir narsa yozib qo'yish turay. Mushtaq yozdim. Buni Firefox ko'rsatdim. Qaranglar. Bu yerga ismga ko'ngilda kalatdan ismim chiqdi. Ikkinchisi bo'lsa shifr maxfiy shifr ko'rsatgan. Uchinchisi bo'lsa qanda taqdirlashdi. O'ylab qo'yinglar. Men Jamir orqali buni text ramkasini birini olamiz. Buni shunda olsaqlam bo'ldi. Deplam so'zlab text ramkasini birini olib lakında bo'ldi. Text ramkasini birini oldim. Yoki bo'lmasa bunda qildim, anda qildim deplam so'zlab. Andan keyin text ramkasini mushtaq olamiz, mushtaq ishlatamiz deplam so'zlab. Andan keyin yana shifr ramkasini bunda olamiz, bunda ishlatamiz deplam so'zlab kelsam, mishinda buni qistiramiz deplam so'zlab kelsam, siz faqat kinoat qanday qilsangiz, buni mushunda qistirishni bilasiz. Bu yerga bu type degan nima? Name degan nima? Value degan nima? Size degan nima? Selected degan nima? Option degan nima? Siz buni bilmaysiz, qarg'uvchilar ham ish qilasiz. Jamir quroli torbikatni bir qator beshidan yana programmani bir qator o'rganib, olib buni bir ishtal bir tur ichib, ma'lum saviyaga yetgandan keyin tez ichish sutish bo'lalaydi. Tez ichish, ya'ni torbatlarni tez ichish sutish bo'lalaydi. Ammo biz ma'lum saviyaga yetib bo'lguncha kodlarni osti bo'lsaqmi, hatto xatolashib qolsaqmi, ya'ni shunday xatolik hodislari chiqib qolsinmi, konoptaqsi qalab turib usaqmi, qanday qilsak qilib shu kodlarni o'rganib bir qator ko'zimizni pishirib, mingimizdan bir o'tkazatmasak, keyin biz cho'nroq ish tutishgan vaqtimizda, ya'ni oldimizga bir qadam mangimiz aytganmiz, keyinimizga 10 qadam o'rganib, keyinimizga 10 qadam mangib, yana qaytadan o'rganish to'g'ri keldi. Shuningdek, meningki mava sinfning ismi PHP programı laylash darsligi. Hargiz bu ma'lum bir kontrolni tutib kelib lakında, men mava hamsa form jimamsa, mava text ramkasi, mava shifr ramkasi jimamsa, menimda ishlatimiz deplam o'tib ketmasini balki birdan shundaq o'rganib, az o'rgansakmi, balki ba'zan xatolar chiqsinmi, chekit surtimiz asroq olib qolsa, biz uningki chekit passion tatib hammasini ma'nosini uqib, ma'nosini o'rganib, bir programmer, yana programma laylash
bo'lishqa shu taraf qarab taraqqiy qilib mangsak bo'ladi. Men ishlatishni so'zmaslik sababim buni shu. Buni shu ishlatishni balkim ama PHP'da programlayışını işgal öğrensinler. İşgal öğrenip tüketip olgandan keyin bu Jammer'ga chiqib kelsa, bo'pti. Hafta deb qo'yay, yoki hafta yoki 10 kun deb qo'yay. 10 kun vaqtinglar ketadi. 10 kun vaqtinglar ketadi. 10 kun vaqt deganda, dayt qisqa vaqt, ishgal vaqt qolganda. 10 kunda buni networkini cho'ktisizlar, Jammer'niki öğrenib. Hozir men sizlar bir xil taklifim shu, o'zingiz boz edit bilan ishlasangiz mayli yoki Zen Studio'ning o'zini ishlasangiz texim yaxshi. Faqat men Jammer ishlatim desanlar, Jammer ishlasanlar mayli, ammo o'rinliq qilmanglar. O'rinliq qilmanglar. Bir tal forum deganda bir tal mushudaqlar maslasak tugaydigan narsa u deysiz, ammo kinatda mishadiki ma'lum emas, nima edi, uning narsa nima edi deb bir tal oldingizga biroz savol so'rab kelib qolsa, o'zingiz qiynalib qolasiz. Shunga meningki Zen Studio'ni tavsiya qilishim mushu sababdan. Yana dastlab o'rganguchilar jiqroq narsa o'rganalaydi. Beshidan jiqroq ochiq sovuqlarni o'tkazalaydi. Shunday xatoliklar chiqib tursa, xatolik nerdan chiqdi, o'zi bitirib qolalaydi. Deb men shu Zen Studio'ni tavsiya qilib, Zen Studio'ni o'tgan. Jammer'ni o'tgan bo'lsam, albatta menga oson to'xtaydi. Mana sizlar asan to'xtatganlar ochaqda. Mana bunday qilamiz, anda qilamiz deb so'zlab o'tib ketsam, men boshroq chapata atatdim. Ammo sizlarga ningki, yana kelgusida tiximi yiroq, mendimi yiroq yo'llarni ko'rishinglarni umid qilaman. Shunga Zen Studio'ni so'ragan. Men hamda o'zim tanishib o'tay. Men Qashqar pedagogik universitetiga kompyuter ilmi va texnikasi kasbida o'qigan. PHP'ni hozir qadar 2,5 yillik o'rganish tarixiga, ASP''da 3,5 yillik o'rganish tarixiga, ammo ASP''ni ishlatmagili uzoq bo'lib ketdi. Ishlatmaga uzoq bo'lib ketdi. O'rgangan ishlatmaga uzoq bo'lib ketdi. Nimishqa deganda hamda ASP' hozir hammalar bilyapmiz, ba'zilar toza ko'ngildagidek bo'lmayotdi. Ba'zilar toza ko'ngildagidek bo'lmayotdi. Hozir PHP'ning davri bo'lgach, PHP'ni o'zimizga qilib ishlatyapman. Men gerçi şundaq o'zim bir kasbim kompyuterchi bo'lsa, mening qiynalgan yerlarim bor, mening o'rganish tegishlik bo'lgan yerlarim bor. Agarda men bilan bir qator turib bil o'rganib, yoki bo'lmasam mendan o'rganganlar bo'lib qolsa, men qizg'in qarshi olaman. Bir fursatda bil ma'lumotlar, fursatda bil masak bo'ldi, yoki men o'rgandim desanglar, mendan o'rgansanglar bo'ldi. Men sizlarni odatda shu PHP'ningki jarayon uzlangan qismidan, ya'ni jarayon uzlangan qismidan odatda jarayon uzlangan qismini tugatib, objekt, ya'ni obyekt uzlangan qismig'ich bo'lgan mazmunlarni men bir qator bishimdan ko'chirib, eng oddiy ulgumsalarni ishlab takrorlayapman. Bu qismlar menga tanishliq ham 2,5 yilma az vaqt emas ekan. Mening 2,5 yillik ichish tariximda sizlarniki 0 seviyadan boshlab o'tirishal seviyagacha aprishga men tirishman. Mening qo'limdan keladi. Shunga men ishonishinglarni umid qilaman. Dastlab o'rganishlarning navasiz Jammer desangiz, Jammer'dan Astpan bilan hamda Zen Studio'ga atlashingizni umid qilaman. Chunki siz menda qo'l silab birdan-birdan chekit bashni tatib o'zingiz urib o'rganing. O'rniq qilmay. O'rniq qilsak hech ishni tang atqizib bo'lmaymiz. Hech amalga oshmaydi. Hamda meniki 9-bob, yana forum bilan PHP'niki o'zaro usul almashtirish haqidagi bilimlarim hamisha rasmiy oxlashda 10-bob darsimiz ko'rishaylar. Mush munosabat bilan men darsimni quvvatlab kelgan Buloqjon to'rga, ya'ni Buloqjon rahmat aytaman. Darsimni bevosita ko'rish to'ri bekat adresi www.buloqjon.com